Audio Jungle. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Texno xabar kanali hamda Shohjahon. Do'stlar, bizning navbatdagi videomizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham jiddiy mavzuda gaplashamiz. Aynan videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga bugun juda ham ajoyib taklif va juda ham zo'r nima deydi, YouTubedan stabil daromad qilish yo'li va YouTube'da bir oyda qanday qilib $10,000 pul ishlash strategiyasini, sir-sinotini va uni ketma-ketligini do'stlar tushuntirib o'taman. Tayyor bo'lsanglar biz video roligimizni boshladik. Do'stlar, sizlarga qisqacha ma'lumotni eslatib o'tmoqchiman. Mana Telegram kanalim bor. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, bu yerda har xil sizlar uchun foydali ma'lumotlar, shogirdlarim natijalari va hozirgi kunda do'stlar YouTube bo'yicha foydali ma'lumotlarni berib boraman va do'stlar YouTube bo'yicha qanaqangidir strategiyalar yoki yangiliklar chiqadigan bo'lsa, albatta meni Telegram kanalimda bo'ladi va ma'lumot o'rnida do'stlar bizada har xil xizmat turlari mavjud, ya'ni servislarimiz bor. O'tib bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uchun do'stlar mana Telegram kanalni zakrebit qilib qo'yganman. Zakrebitga bosib turib Telegram kanalga o'tsanglar do'stlar, bu yerda hamma servislar bor bizada. Bemalol o'tib foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda bizada analiz qilib berish bor. Misol uchun bu yerda apellyatsiya olib berish xizmatimiz bor, AdSense setting servis xizmatimiz bor do'stlar va sizlar 1000 obunachi yig'a olmagan bo'lsanglar, ya'ni obunachilaring yetmayotgan bo'lsa, mana shartlarni bajarib bo'lgansizlar, faqat soat to'lgan bo'lsa, obunachi qo'shib berish xizmatlarimiz ham mavjud do'stlar. O'tib bemalol hammasiga ishonsanglar bo'ladi. Shaxsan o'zim o'tirib javob beraman. Albatta bu uchun mana bu lichkaga bosib turib aloqaga chiqsanglar do'stlar, ish vaqtida hammaga javob berishga harakat qilamiz va do'stlar, bu yerda bizda kanal ochib berish tarif rejalari bor. Sizlarga agar professional kanal ochib berish kerak bo'lsa, o'tib bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamma ishimiz do'stlar bizda professional tarzda qilib beriladi. Albatta Telegram kanal silkasini video opisaniyada qoldiraman do'stlar. Albatta kanalga qo'shilib qo'yish esdan chiqmasin. Kuninglar xayrli o'tsin. Avvalambor hammaga rahmat. Xo'sh do'stlar, mana video roligimizni ham boshlab oldik. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi do'stlar? Buning uchun sizlarga bitta qisqacha qilib tushuntiraman. O'zi oldin YouTubedan daromad topsa bo'ladimi degan tushuncha bo'ladi insonlarda. Hozir to'g'risi bu videoni birinchi marta YouTubedan pul topish haqida nima deydi, endi qiziqish uyg'onayotgan insonlar ko'rsa, bu narsa yolg'ondek tuyuladi. Bu tabiiy holat, chunki YouTubedan daromad qilib ko'rmagan inson avvalambor albatta buni yolg'on deb o'ylaydi do'stlar. Oldi qochdi gaplar qilmaymiz bugun sizlar bilan birgalikda. To'g'risini hamma narsani po faktu keltirib beraman. Xo'p do'stlar, buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Buning uchun avval sizlar istalgan yo'nalishingizda, misol o'zingizga yoqqan yo'nalishda oldin monetizatsiyani yoqib olib, ya'ni YouTube monetizatsiyasiga ega bo'lib va u kanalda do'stlar o'rtacha deylik $600 yoki $700 daromadga olib chiqish kerak. Misol uchun yoki bo'lmasa boshida yetadi, sizlarga $100-200 ga chiqsa ham qat'iy hech bo'lmaganda bitta kanalda monetizatsiyaga ulab olsanglar va o'sha kanaldan sizlar hech bo'lmaganda bir marotaba bo'lsa ham pul yetsanglar do'stlar, YouTube'ga bo'lgan ishonchingiz o'zidan o'zi oshib ketadi va insonni miyasida shunaqa nima deydi, shunaqa taassurot uyg'onadi, voy rostdan ham YouTubedan pul ishlab topsa bo'ladi degan tushuncha bo'ladi va inson bor fokusini yana YouTube'ga qaratib boshlaydi va YouTubedan daromad qilishni do'stlar boshqa yo'llarni ham ko'rishadi. Ya'ni bitta kanal qilgan odamda birinchi navbatda xayolga keladigan narsa doim hammada bo'ladi menimcha bu holat. Ya'ni birinchi marta pul yetishgan odam o'ylaydi, voy to'xta, men bitta kanaldan hozir deydi, birinchi oyda men $300 yechdim. Hozir to'xta, shuni ikkita kanalga oshirsam, men ya'ni ikkita kanal yuritsam, 300 emas $600 bo'ladi. Men daromadim yana 2x ga oshadi, ya'ni yana 2 baravarga ko'payadi degan tushuncha paydo bo'ladi do'stlar. Va u insonda shu narsa paydo bo'lganidan keyin harakatni boshlaydi, kanal ochadi, yuritadi va do'stlar o'sha kanalni monetizatsiyaga ulaydi va u kanaldan ham yana $600 topgandan keyin o'sha yana do'stlar 2 ta yana boshqa yo'llarni qilib ko'rishga harakat qiladi do'stlar. Endi bu narsa to'g'ri davomiy bo'lmasligi mumkin. Misol istalgan YouTube kanalingizda ham men sizlarga 100% doimiy umringlarni oxirigacha yoki 1 yil, 2 yil davomida pul yechasizlar deb aytmayman do'stlar. Endi har xil kanallarning o'z odatda umri mana analitikam bo'yicha 4 oy, 5 oy, balki 6-7 oy bo'lar, balki ba'zilarda 1 oy, 2 oyda ham bo'lishi mumkin do'stlar. Chunki pul yechgandan keyin baribir do'stlar inson o'ziga bo'lsa ham ozgincha ishonchi ortadi va do'stlar, sizlarga hozir misol tariqasida ko'rsatib o'taman. Ekrandan ketib qolmanglar, uzoqlashmanglar. Hozir sizlarga bitta jarayonni ko'rsatib o'taman. Xo'sh do'stlar, men e'tiboringlarni ekran qarshisiga qaratishinglarni so'rab qolardim. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda bitta kanal orqali o'rtacha mana stabilniy daromad qilib kelyapti. O'rtacha o'zi boshidan $15-20 dan
pul ishlayotgan kanal pikga chiqib, mana o'sha yaqinda $79 gacha chiqdi bu kanalda daromadi. Bu kanal o'zi biz yaqinda ulagandik do'stlar, monetizatsiyasini ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Birinchi oyda $659 ishlangan. May oyida bu kanalda monetizatsiyasi mayda yoqqanmiz. Men o'zim shaxsan bu kanalda monetizatsiyasini yoqib berganman. Hozirgi kunda ushbu kanal birinchi oyda o'sha $659 ishladi va ikkinchi oyda do'stlar $760 ishladi. Undan keyin 3-oyda do'stlar, bu oyda mana o'tgan oyimizda $829-$830 daromad ishladi bitta YouTube kanalida o'zi do'stlar. Endi sizlarga savol kelishi mumkin. Qanday qilib biz $10,000 ishlashimiz mumkin YouTubedan? Sizlarda bitta mana shunga o'xshash kanaldan 10 ta kanal bo'lsa, ya'ni monetizatsiya qilib turadigan kanalingizdan 10 dona bo'lsa bo'ldi. Mashina o'zi yetadi do'stlar. Ya'ni 10 dona kanalni o'zidan sizlar stabilni $1000 ga olib chiqib olsanglar kanalni bir oyda $10,000 keladi. Mayli do'stlar $1000 topmasin. Hattoki do'stlar har oy $800 topgan taqdirda ham qaranglar, men sizlarga isbotlab beraman buni so'z isboti bilan. O'rtacha do'stlar mayli 45-40 ga chiqqan joylari ham bor, 70 ga ham bor, mana 50 ga ham chiqqan. O'rtacha do'stlar mana $40 deb olamiz bir kunda. 10 kunda $400 bo'ladi. $30 dan hisoblasanglar do'stlar bir kunda qancha bo'ladi? 10 kunda 300 bo'ladi, bir oyda $900 daromad bo'ladi do'stlar. Ya'ni bitta YouTube kanalida o'zidan ko'rayotgan bo'lsanglar. Biz mana shunaqa kanaldan 10 ta qilib qo'ysak do'stlar, ya'ni 10 tagacha olib chiqish imkoniyati bor. Sizlarga tavsiyam ham shu. Bitta yo'nalishda bo'lmasin, xohlaysizlar bitta yo'nalishda qilinglar. Endi hozir gapirsam to'g'risi bitta yo'nalishda 10 ta kanalni bitta telefondan yuritib bo'lmaydigan fikrlar uyg'onadi. Bu to'g'ri narsa do'stlar. Sababi YouTube sizlarni qanaqangidir bir server yoki qanaqangidir bir jamiyat yaratib olgan deb o'ylaydi. O'sha uchun do'stlar mumkin emas. Tavsiyam bitta telefonda 5 tagacha kanal yuritsanglar bo'ladi. Men shaxsan o'zim yuritib ko'rdim. Va tavsiya beraman, ikkita telefon olsanglar misol o'rtacha. Endi YouTubedan dohod qilgandan keyin boshidan birdan rasxod qilinglar demayman. O'zi umuman YouTubeda hech qanaqangi kurs ham, hech qanaqangi darslik ham hech narsa sotib olish kerak emas. Hamma narsa mana YouTubega kirsanglar do'stlar, bepulga tekinga to'lib yotibdi. Bemalol kirib o'rganishinglar mumkin. Ko'rayotgan bo'lsanglar do'stlar, ushbu kanal hozirgi kunda mana $45 gacha o'sha aktivi ko'tarildi. Ishonmagan ba'zi bir negativlar bor. Ya'ni bu yolg'on, ya'ni nimadirlar deydi-yu. O'shalar uchun ham do'stlar men ko'rsatib qo'yishim mumkin bo'ldi. Mana O'zbekiston so'miga qo'yamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, dohod o'rtacha mana do'stlar 948 ming so'mgacha topyapti mana. Ko'rasizlar do'stlar mana. O'tgan oyda mana 9,973 ming so'm pul ishlagan YouTube kanalda o'zi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, har 1000 ta tomosha uchun 10 ming so'm to'layapti. Ya'ni bu g'deta 70-80 sentga to'g'ri keladi menimcha. Ya'ni $1 ga to'g'ri kelmaydi. $1 hozirgi kunda adashmasam 12 ming so'm bo'ladi. Do'stlar, ushbu kanal ko'rayotgan bo'lsanglar, 6 kun ichida 3 million so'm daromad qilib kelgan. Endi bu kanal yana davom etadi, xudo xolasa. Sizlarga o'zimning qisqacha tavsiyam ham shu. Sizlar mana shunga o'xshash kanaldan bir oyda o'rtacha 10 ta kanal ochib yurgizsanglar bo'ladi. Men sizlarga hozir qanaqa telefon olish kerak, nima qilish kerak, bu haqida ham xudo xolasa mana shu videolarimiz maksimalniy rekomendatsiya bo'lsa, maksimalniy kommentariy qilsa va do'stlar maksimalniy like bossanglar, sizlar uchun keyingi videoda bundan ham qiziqarli mavzular bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa YouTube bo'yicha kontentlarni endi bu yog'iga bosamiz. Endi bu yog'iga doim YouTubeda video chiqadi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi do'stlar. Sizlardan ketadigan narsa shu like, kommentariy va obuna do'stlar. O'zi 30 ga ham ko'rayotgan bo'lsanglar juda ham ozgincha qoldi. Xudo xolasa tez orada 30 ga ham bo'lib olamiz. Xullas do'stlar, mana shunaqa tartibda kanalni yuritib, bemalol monetizatsiyaga olib chiqib olsanglar bo'ladi. Va do'stlar, bir oyda o'rtacha men o'zim bu narsani sinab ko'rganman. O'rtacha mana shu deylik, bitta kanaldan 9 milliondan topsanglar ham do'stlar, 10 ta qilsanglar mana shunga o'xshash kanaldan deylik, farqi yo'q. Qanaqa yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, yo'nalishlar bo'yicha men sizlarga bir tavsiya bera olmayman. Hozir bitta yo'nalish aytsam, kimdir kelib turib, falonchi yo'nalish qilib bo'lmaydi, falonchi yo'nalishda monetizatsiya o'chib qoladi, yana nimadirlar. Do'stlar, har bir yo'nalishdan monetizatsiya o'chadi. Monetizatsiya o'chmaydigan yo'nalishi o'zi yo'q. Ma'lumot uni eslatib o'tay. Qachondir baribir o'chadi. Eng original kontent qilsanglar ham bir kun emas bir kun YouTube sizlarni o'sha kanalingizga apellyatsiya video tashlaydi. Ya'ni monetizatsiyalaringga nimadir deb apellyatsiya tushadi do'stlar. Men bu narsani juda ham ko'p ko'rdim. Ko'rganim uchun aytyapman do'stlar. Tajribamda bu holat nima deydi, bo'lgani uchun aytib ketyapman sizlarga. Xudo xolasa do'stlar, sizlar uchun foydali ma'lumotlar chiqarishda davom etamiz. Mana shunaqangi kanaldan xudo xolasa oyiga o'rtacha
Mana ko'rasizlar, o'sha o'tgan oyda 9 million 900 salkam 10 million so'm pul ishlanyapti. 10 ta kanal qilsanglar bir oyda 10 ming dollar. Mayli do'stlar, men buni 900 dollardan ham demayman yoki 1000 dollardan ham demayman. O'rtacha bitta kanalinglar deylik 400-500 dollarga chiqqan taqdirda ham bir oyda o'rtacha bitta kanal 500 dollar topsa ham o'sha kanaldan 10 ta qilsanglar do'stlar bir oyda 5000 dollar bo'ladi. Agar 600 dollardan ishlagan taqdirda ham do'stlar ko'rasizlar, doxod bor, yo'nalish bor. Lekin do'stlar, YouTube bitta oltin qoidasi bor. Shu joyda sizlarga ma'lumot unda eslatib o'tib ketay. Ko'rayotgan bo'lsanglar do'stlar, har kuni mana video qo'yib kelingan. Ko'rasizlar, mana har kuni video bor. Kuniga 2 tadan video stabilni yuklanib kelyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Mana shu biratan kuniga 2 tadan videoni har kuni yuklab kelyaptilar. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana shu kanalda shaxsan o'zim monetizatsiyasini ulaganman do'stlar. Kanalga apellyatsiya kelgan, apellyatsiya video olganman, apellyatsiyasi o'tgan va monetizatsiyasi yongan do'stlar. Mana yongandan keyin ham o'sha sirazi mana hozirgi kungacha bu kanalni boshidan buyon hisoblaydigan bo'lsak, mana 30 million so'm daromad qildi. Mana shu bitta YouTube kanalni o'zi do'stlar. Bu kanal may oyidan boshlab do'stlar 30 million daromad qildi. Ya'ni may, iyun, iyul 3 oyda oyiga o'rtacha 10 million so'mdan hisoblanyapti do'stlar. Buni qaraydigan bo'lsanglar, mana o'zi bu yerda ham ko'rsatib qo'yibdi. Xullas do'stlar, sizlarga ham tavsiyam shu, stabilniy video yuklanglar, kontent qo'yinglar. Xudo xolasa hammasi chotki bo'ladi. Bu uchun faqat stabilniy video qo'yishinglar kerak. YouTube rekomendatsiyaga chiqish uchun avvalambor shu o'tgan videoda ko'rgan bo'lsanglar, mana tepada chiqadi. IP adresinglar zararlangan bo'lsa, kanal yurmaydi, bilasizlar. Uni yengillash bo'yicha yuqorida video qo'yganman, mana tepada chiqadi. O'tib bemalol ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Do'stlar, sizlarga hozir bitta qisqacha tavsiyam bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'limda telefon. Ushbu telefonimizning modeli Redmi Note 15 Pro 5G. Mana shu telefonni sotib olganman, hali mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ochilgani yo'q mana. Salaban turibdi do'stlar, paketik. Albatta bu telefonni ham men YouTube uchun olganman. Men nima uchun o'zi har oyda bitta, ikkita, uchta telefon olaman, shtobi har doim men bitta telefonni o'rtacha 5 ta kanal yuritaman va do'stlar 5 ta kanalda ham monetizatsiyaga olib chiqib, o'rtacha do'stlar 600-700 dollarga olib chiqib olaman. O'sha kanaldan misol bir oyda 600 dollarga olib chiqsam, 10 ta shunaqa kanal qilsam, ikkita telefon olib turib do'stlar, ikkita yangi sim kart olib turib, ushbu kanalda menga o'rtacha 600 dan bo'lsa ham 10 tasida 6000 dollar pul keladi do'stlar. Albatta sizlarga ham ushbu tavsiyam bor. Tavsiyamni agar kimdir qo'llasa, amaliyotda qilib ko'rsa, albatta kommentariyaga yozib ketinglar, rostdan o'xshasa agar. Faqat sizlarga bitta narsani ma'lumot unda eslatib o'taman do'stlar. Kimdirlar bu narsani ma'qullamasligi mumkin yoki kimdirlar noto'g'ri narsani gapiryapsan deyishi mumkin. Do'stlar, men shunchaki amaliyotimda sinab ko'rgan narsani sizlarga tavsiya beryapman. Hozirgi kunda do'stlar juda ham ko'p insonlar ko'payib ketgan, aynan mana shu YouTube o'rgatadigan, YouTube bo'yicha tavsiya beradigan insonlar ko'payib ketgan. Ba'zi bir qo'shtirnoq ostidagi mutaxassislar albatta ular sizlarga bu gaplarni yolg'on deyishi mumkin yoki nimadir. Men do'stlar kimnidir yomonlamayman, ma'lumot o'rnida nima deydi, karvon ko'p rizqi bo'ladi deydi do'stlar, shunaqa gap bor bilsanglar. O'sha uchun do'stlar harakat qilsanglar, bu yerda o'zingizlarning rizqinglarni topib yeysizlar. Bu yerda hech kim sizlarga qarshilik qilmaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar do'stlar, mana shu kanal salkam 3 oyda ichida, mana 3 oyda 30 million so'm daromad ishlagan. Ya'ni 4-oyga o'tdi bu oy. 4 oy desak ham bo'ladi. 4 oyda 30 million so'm pul bu yomon emas do'stlar. Bundoq olib qarasanglar ham hozir biron bir tashkilotga ishga kirsanglar ham do'stlar o'rtacha 5-6 million so'm oylik beradi, ish haqi beradi. Ya'ni men yomonlamoqchi emasman tashkilotda yoki biron bir xodimni. Bu yerda asosiy fokusi do'stlar shunchaki ishga qaratib turib ham, uyda o'tirib ham mana misol uchun bir oyda 10 ming dollar daromad qilsa bo'ladi. Bu uchun faqat sizlarda do'stlar, balki bilmaysizlar, 10 ta kanal yuritsanglar, 10 ta kanalda balki 4 tasi yurib ketsa ham do'stlar, balki har biri 2000 dan ishlasa ham do'stlar yoki 1000 dan ishlashi mumkin, balki 500 dan ishlashi mumkin. Men buni aniq summa, biron bir summani ayta olmayman do'stlar. Bu sizlarning o'zingizlarning harakatingizga, o'zingizlarning intilishingizga bog'liq bo'ladi. Avvalambor harakat qilgan inson doim yutadi do'stlar. O'sha uchun harakat qilsanglar, 10 ta kanal ochib turib, mana shunaqangi Redmi olib turinglar. Redmi tavsiya beraman, zo'r telefon. Endi reklama bo'lib ketdi bu telefonni modeli ham do'stlar. Narxi qimmatlab ketmasa bo'ldi. Demoqchi bo'lganim, shunaqa modeldan olib turib, ikkita telefon olib do'stlar, bang'latib, 5 ta bundan, 5 ta narxisidan telefondan kanal ochib yuritsanglar do'stlar, har birini manipullasanglar, bir oyda o'rtacha do'stlar bemalol 5-6 ming dollar daromad qilsanglar bo'ladi. Menimcha bugungi kontentimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz o'tkazmasdan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Xudo xolasa keyingi darsliklarda do'stlar sizlar uchun albatta yana foydaliroq ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Ya'ni qanday qilib biz o'sha YouTubedan
to'g'ri kanalni ko'tarish strategiyalarini do'stlar men videolarini chiqaraman. Ya'ni noldan turib qanday yo'nalish tanlab, qanday uni ko'tarish, qanday kanalga apellyatsiya tushmaslik kerak. Mana shu holatlarni do'stlar video darslarda xudo xolasa ketma-ketlik bo'yicha chiqarib boraman. Buning uchun faqat sizlardan menga kerak bo'ladigan narsa kommentariya, like va do'stlar shunga o'xshash kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunga o'xshash yaxshi nima deydi, ijobiy fikrlarni yozib qoldirsanglar, xudo xolasa sizlar uchun foydali kontentlar chiqarishda davom etamiz. Do'stlar, ma'lumot unda eslatib o'taman. Meni Telegram kanalim bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana video ostida ham tak videoni yon qismidami chiqadi. O'tib xudo xolasa obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda juda ham kerakli ma'lumotlar tashab boraman. Xudo xolasa YouTube bo'yicha natijalar, YouTube xizmatlari kerak bo'lsa mana bu yerda tashab boraman do'stlar. Ma'lumot o'rnida. Sizlarga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizda hamma xizmat turi bor do'stlar. Hozirgi kunda Telegram kanalida do'stlar tepada mana bu zakrepit qilingan bu yerda servislarimiz kanali bor. Ichiga bundoq kirsanglar do'stlar, polni hamma servislar bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lsanglar bo'ladi. Bu yerda misol uchun sizlarga nima xizmatlar ko'rsatiladi? Asosan analiz xizmatimiz bor. Bundan tashqari apellyatsiya deysizlarmi do'stlar, AdSense setting deysizlarmi yoki bo'lmasam kanalinglar agar manzilsiz shartlarni bajarib bo'lgan bo'lsanglar, obunachi yetmaydigan bo'lsa do'stlar, bizda obunachi qo'shib berish xizmati ham mavjud. Ma'lumot o'rnida hammasi ishonchli, sifatli va tezkor do'stlar. Bemalol bundan foydalansanglar bo'ladi va do'stlar oxirida mana bizani kanal ochish xizmatimiz bor do'stlar. Bu yerda standart, premium, gold. Men har bitta kanalda do'stlar, menda programma bor, bilasizlar. Mana shu programma bor, YouTube Black Query degan dasturimiz bor do'stlar. Mana shu programma orqali men kanallarni to'liq optimizatsiya qilaman. Bu programmaning vazifasi nima desanglar, bu videolardan biri, misol uchun Talis Hop, K-pop deymiz do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu yo'nalish hozirgi kunda Talis Hopda trend bo'lyapti. Juda ham ko'plab shogirdlarimiz mana shu yo'nalishda videolar chiqarib, kontent qilib, YouTube'da daromad qilishyapti do'stlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, misol uchun deylik, mana bitta kanalni ko'rsatyapti bu yerda, Demon Hunters deyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, prosmotri, qachon kanal ochilgan, qancha video yuklagan, umumiy prosmotr, obunachilar soni, mana shunaqa qilib do'stlar analiz qilib beradi bu. Va do'stlar, yana bitta plyus tarafi bor buni. Bu yerda misol uchun biza Talis Hop deb turib do'stlar 2026 desaydi. Bu yerda mana kulit so'zlarni qidiradigan bo'lsa do'stlar, bu yerda menga hozirgi kunda YouTube'da juda ham ko'plab qidirilayotgan kalit so'zlarni topib beradi. Ushbu dastur asosiy vazifasi mana shunaqa tartibda do'stlar, juda ham ko'plab insonlarning kanallarini professional tarzda nastroyka qilib ochib beramiz. Bu yerda bizda 3 ta tarif bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, standart, premium, gold. Standartga bossanglar standartga tushadi do'stlar. Premiumga bossanglar premiumga tushadi do'stlar. Yoki goldga bossanglar mana bizda gold tarif rejasi bo'yicha ma'lumot beradi do'stlar. Kimga qanaqadir xizmatlar kerak bo'lsa, albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu Telegram kanalimizda YouTube ahli. Albatta silkasini video описаниесida ham qoldiraman. O'tib bemalol qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Foydali ma'lumotlar, natijalar va YouTube'ga oid barcha yengilliklarni do'stlar mana shu Telegram kanalga tashab boraman. Bemalol ko'rib, kuzatib, o'zingizlarning fikringizni bildirsanglar bo'ladi. Kimga qanaqadir sifatli, ishonchli shogirdlarning natijalari mana ko'rayotgan bo'lsanglar, apellyatsiya xizmatlarida ham men mana shu ko'plab kanallarning monetizatsiyasini yoqib berganman do'stlar. Hozirgi kunda insonlarning o'zligini aktivlari, mana shunga o'xshash muammolarni hammasini biz hal qilib beramiz do'stlar. Kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'sh do'stlar, shuning bilan bugungi videomizni mana shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Menimcha sizlar uchun ushbu ma'lumotlar foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta, agar ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, video ostiga tushib bir dona kommentariy yozib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Shohjahon bo'ldi hamda Texno xabar YouTube kanali bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga kattakon rahmat. Keyingi video nima haqida chiqsin do'stlar, albatta kommentariyaga yozib ketinglar.